Bugun sizlarga bir hikoya so'zlab bergim kelib qoldi. Indiyalar qabilasidan bir qabila boshlig'i o'ltasa bir puxrasi kelib so'rabdi-da. Bu yil qish so'g'oq bo'lamdi deb so'rabdi. Bu qabila boshlig'i garchi o'zininki havoray to'g'riliq, havoraydan ma'lumot to'g'riliq hech qanday bir narsani bilmaydiganligini bilsa-mu, lekin o'zining puxrasining oldida bir narsa bilmaydiganligini e'tirof qilgisi kelmay, ko'z yumib qarsig'lar. Bu yil qattiq so'g'oq bo'ldi, o'tandan jiqishib qo'yinglar debdi. Shuning bilan eliqib puxras chiqayotgandan keyin o'zining degan gapiga o'zining toz ishongisi kelmay, to'xtabdi, bekor gapim yolg'on chiqsa men yolg'on cho'p mat to'pqanmay deb. Shuning bilan bir odamni maxfiy aqtalliklarninki havoray oldin ma'lumot berish idorasiga berib so'rg'izibdi-da. Shuning bilan ulardan bu yil haqiqatan so'g'oq bo'lganlik to'g'riliq javobni olgandan keyin qabilaninki cho'nglarini yig'ib qaytalardan buyruq tushirib, bu yil qishninki qattiq so'g'oq bo'lganligini o'tindan cho'qim jiqroq yig'ib olish kerakligi haqida buyruq tushiribdi. Shuning bilan bu buyruqni tushirib bo'pla bu odam mat bo'lib qolmaslik uchun yana bir qatim axlarninki yaniga avarayninki zodi qandoq bo'lganligini so'rab beqish uchun birsini avatibdi. Elqa odam avatgan odami bu yil qishninki bak qattiq so'g'oq bo'lganligi haqida xabarni olib keldi. Shuning bilan qabila boshlig'i darrov buyruq tushirib, bu yil qishninki bak qattiq so'g'oq bo'lganligini sho'nglashqa butun amal chorlarni ish qisilib, o'tinlarni tog'dak davlatish kerakligi haqida buyruq tushiribdi. Buyruqni tushirib o'plar bu odam qiziqib qoldi-da. To'xta, bu axlar zodi havarayninki oldin ma'lumotni zodi qaysi usuldan bildigando deb shuning bilan o'zi beribdi bu qatim. Berib zodi havaraydan oldin ma'lumotni qanday bildiganligini so'rab. Haliqi xizmatchi xodim qabila boshlig'iga shunday javob beribdi. Chunki bir ay bo'ldi bu hindiyalar sarangdak o'tin yig'yapti, o'la tirilishiga qaramay o'tin yig'yapti. Shuning qaraganda bu yil bir qattiq so'g'oq bo'ldi-ki, shularning bir bildigan yeri borda, bo'lmasa bakadan bakaga bunda jab o'tin yig'yolamdi deb javob berdi.